Assalomu alaykum aziz asrlovchilar, kuzatib boruvchilar. Albatta qalmoqlarimiz o'g'dan keyin juda ham kirib ketib qoladi. Mamaligani izlari va hokazo holatlarda juda ham yomon bo'lib qoladi mana bunday holatda. Bu qalmoqimizni keyin shu daryo bo'yida yuvishga harakat qilamiz. Mana bunday holatda yuvishga harakat qilamiz. Albatta bunaqa yuvayotganimizda qirg'oni chetida qumli joyi bo'ladi. Qumga tegib ketib qoladi, qanaqadir darajada qum oqayotgan holatlari bo'ladi va katushkamizni mana shunday yuvayotganimizda ichiga qum kirib ketib qoladi. Katushkamiz mana ko'ryapsizlar, qumga to'lgan katushkamiz. Mana bu katushkamizni endi yaxshilab tozalab, ichlarini ochib boshqatdan yig'ishga harakat qilamiz. Qumga to'lgan katushkamizni aylanishi ham og'ir bo'lib qolaman. Ovozini eshitinglar. Ichi to'liq qumga to'lgan. Kirib ketganda shu joyni yuvib tozalaymiz deganmiz. Mana albatta mana bunaqa zararli holatlari bor. Qalmoq cho'pimizdan yechib olib, hamma yog'ini yechib va asta-sekin chiqazib olamiz. Hamma yoq qum bo'lib yotibdi. Albatta sekin oldik mana. Mana bu yerda prujina turadi. Bu prujinani ham ehtiyotini qilib sekin olamiz. Mana hamma yoq qum. Albatta birinchi yechishinglar bo'lsa, buni hammasini tartib bilan esda qoladigan holatda yechganinglarni tavsiya qilaman, chunki birinchi yechayotgan odamga sal qiyinroq bo'lib qolishi mumkin. Mana bularni birato'la tog'orachamizga solganimiz yaxshi. Negaki bular razrobitilda yedirilib ketmaydi. Temirli narsalarni bemalol sovuramiz. Plastmassa joylarini lekin birroz chayib olamiz uni. Ichiga solib qo'ya olmaymiz, chunki erib ketadi. Qumga to'lgan mana. Azizlar, shundoq qum. Salidor bilan qumni aralashmas. Qum to'lgan. Razvobitilimizda top-toza qilib yuvib olamiz. Rosa qum to'lganiga mana tega. Ko'rasizlar qancha qumlar. Mana asrlovchilar hammasini top-toza qilib yuvib chiqdim. Razvobitilda plastmassalar ham irmadi. Qanaqadir holatda reaksiyaga kirishib ketib qolib, ozgina plastmassalarga shikoyat bo'lib qolardi. Endi buni hamma yog'ini mana ochib, hamma detallarini ochib, birma-bir erinmasdan yuvib chiqdim. Endi buni joylariga yig'ib olsak, bunday litol yordamida, bu quyuq litol, undan foydalanib sekin mana endi bularni joy-joyiga yig'ib olamiz. Eng asosiy mana shu mexanizatsiyasi bo'ladi. Shutiga juda ham qunt qilib qo'shmasdan yig'amiz. Mana qadrdonlar hamma patchinglarni qo'yib chiqdim ichiga. Mana shu ichkari tilla, mana shu narsa, mana ichida yo'li bor, shu yo'lga uchirish kerak bo'lmasa ishlamay qoladi. Ishlayapti, mexanizatsiya ishlayapti, ko'ryapsizlar. Bizdan oldin mana shu gazga to'lib olamiz. O'qiga olamiz. Ajoyib darajada. Mana qadrdonlar, ajoyib darajadagi katushkamiz tayyor bo'ldi, xudo xolasa.